Biz faoliyatida har xil xotimalarning guvohi bo'lamiz. Mana bugungi xotima ham bir chiroyli. Ya'ni onaxon 15 kun, Ramazonning 15-kuni Qur'onimni xatm qilib tugataman deb o'zlariga qasd qilgan ekanlar. O'g'illari aytibdi, shu bugun kechasi 2 da xatmlarini tugatdilar, deyaptilar. 15 kunni niyat qilib tugatdilar. Ertalab saharliga turamiz deb saharliga turdilar. Sal tahorat qilib chiqib, sal mazalar bo'lib yotoqchilab qoldi. Skorichalik boshqa qildi, mazalar bo'lib o'tib qoldi deyaptilar. Endi xotimaning chiroyliligini qarang. O'zlariga qasd qilgan o xatm Qur'onlarini tugatganlar. Kamiga chiqib tahorat olganlar. Yana ustiga juma kunlardan nasib qilib turibdi. Endi men aytmoqchiman, endi ko'pchiligimiz niyat qilamiz, har doim bir dunyoviy ishlarga niyat qilamiz. Yaxshi mashina, yaxshi uy-joy, yaxshi anaqa imorat, boshqa narsalarni niyat qilamiz, lekin o'zimiz uchun oxiratni olib ketargan, o'zimizni oxiratga asqottargan narsani ko'pchiligimiz esdan chiqaramiz. Mana bu onaxon ham shu darajada niyat qilgan ekan, Alloh niyatlariga erishtiribdi. Va xotimani shunaqangi chiroyli beribdiki, u ro'za Ramazon oylarida, juma kunlarida kamiga xatm Qur'onni tugatgan paytda jonlari chiqqan. Endi shuni bir o'zimizga ana qilaylik, yosh kattalar ko'pchiligi faqat bola chaqani yaxshi farog'atda yashashligini boshqa qilishini, lekin oxirat uchun o'zi uchun asqotargan narsani esdan chiqarib qo'yishligi bu yomon narsa. Shuning uchun ibrat olaylik. O'zimiz uchun har doim oxirat uchun nimadir olib ketishlikni birinchi o'rinda niyat qilib qo'yaylik. Bu yog'ini Allohning o'zi beradi.